Ushbu she'rim shifokorlarimizga bag'ishlanadi. Allohning farishtalari. Ya o'lmoq, ya qolmoq maxsus xonada, bir inson taqdiri hayot talashar. Burnida, og'zida najot moslama, oyoq va qo'llarda darmon ignalar. Yer bilan osmon ham tortishar tinmay, o'rtada bemorning ruhi beamon. Cheksiz bo'shliq sari turar uchalmay, og'riq azoblardan charchagan inson. Og'riqlar ummoni batamom yengdi, manzilga keldim deb to'xtadi yurak. Shifokor xitobla bemorga dedi, akajon to'xta sen, yashashing kerak. Bu xitob yashinday ko'zlarni ochdi, na iloj yurak ham ura boshladi. Isyonkor ruhi ham orqaga qaytdi, so'nayotgan ko'zga qayta nur keldi. Bu ko'zlar shifokor ko'z yuzin ko'rmay, oppoq libosiga mahliyo bo'ldi. Akajon degan so'z totli asalday, tana og'riqlarin qaygadir yo'ydi. Ha, inson hayoti qayta tug'ildi. Oq libos kiyganlar unga parvona, tez kunda sog'ayib uyiga qaytdi, qaytadan tanishdi bu olam ila. Nur ila ishonchdir ma'sum ko'zlarga shifokor ahlining oppoq libosi. Bejizga emas bu ular aslida Allohning yerdagi farishtalari.